Mastopatiya, ko'krak bezlarining fibroz kistoz o'zgarishi. Hozirgi kunda ko'payib borayotgan ayollar, yosh ayollar, kerak bo'lsa qizlarning orasida ko'payib borayotgan kasalliklar turiga kiradi. Nimaga unaqa? Shu o'rinda bu kasallikka ginekolog ham, mammolog ham davololmaydi. Nimaga desangiz, bular endokrinologik kasallik hisoblanadi. Ya'ni endokrin bezlarni ishlab chiqargan gormonlarni mutanosibligidan kelib chiqadi. Endi hozirgi mana bu Mayo klinik tekshiruvda ilmiy tekshiruv o'tkazishgan. 50-60% holatda mastopatiyada ayollarda uchraydigan 4 ta sabab. Birinchisi jigar muammosini keltirishga, ya'ni jigar yog' bosisi estrogen gormonini parchalanishiga to'sqinlik qiladi deb aytilgan. Ikkinchisi qalqonsimon bez muammolari, uchinchisi bu har xil stresslar va to'rtinchisi betartib ichiladigan gormonal preparatlar. Xuddi shu tekshiruvda mana bunaqa valadushka giyohini olishgan, bu jigarni tozalaydigan asosiy giyohlar tarkibiga kiradi. Olishganda bitta choy qoshiqni bitta stakanga solib 20 minut damlab turib, ertalab kechqurun 3 hafta ichirishgan. Natijada ko'krak bezlarining holati yaxshilanib, mastopatiyalar kasalligidan qutulgan qancha bemorlar natijalarini ko'rsatib o'tishgan. Albatta, like bosib tarqatib qo'yish esdan chiqmasin. Siz bilan doktor Kamilov, e'tibor uchun rahmat.